Bu 4-5 yıldan beri ağrıyor. Açışama deyapsiz, to'g'ri açışat deyapman. Qizishama deyapsiz, qizishat deyapman. Ko'p yursangiz mizgaldagan bo'lamoqchilar deyapmiz. Xuddi shunday edim. Shu narsa birdan men sizga nima? Ishonch bilan birdan men shu bilan sizga boshladim. Hech nima boshamasak bo'lmaydi. Boshqa narsa bilan ishim yo'q. 4 yillik og'riq birdan ketdi. Kechaning bir kunning o'zida Hojiboy yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Nima bo'lib keldingiz? Alhamdulillah, Xudoga shukr. Alhamdulillah Robbil alamin va salatu va salam ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabi ajmain bi rahmatika. Turg'un bobomiz kelgan paytda quvvat tushib ketdi. Mana shu oyoqlarda kuchli og'riq bilan kelgan. Mana shu yerda og'riq bilan kelgan. Necha yildan beri og'ridi? Bu 4-5 yildan beri og'ridi. 4-5 yildan beri og'ridi. Qizishi muzlab og'rib, belgacha yetib ketdi. Qizib muzlab og'ridi. Belgacha berarmidi? Belgacha berardi, shunday. Yana nima bo'lardi? Keyin mana bo'yinni burolmasin, yana nima edi? Tomirib turganmi, tuz paydo bo'lganmi, grija bo'lganmi bilmayman. Shu burolni yetib berdi. Bo'yinda burish umuman yo'q edi. Yo'q edi. Yana nima bo'lyapti? Ondan keyin shu belda sal og'riq bor edi. Belimda ozroq og'riq bor. Ostimga oyoq mana shu oyoq og'ruvchi deyilmas edi, ko'p yursa. Kuchli og'ridi-ya. Kuchli og'rib, mana belgacha. Belgacha. Bugun ikkinchi kuni. Bugun ikkinchi kun. Nima o'zgarish? Kecha birdan bildi. Nima bo'ldi? Kecha og'ridim, pashtim bilan 50%, 60% yo'q. Umuman qattiq og'riq umuman qoldi. 4 yillik og'riq birdan ketdi. Birdan ketdi. Kechaning bir kunning o'zida iğne aldım, masaj aldım, tüyük aldım, banka qo'ydi. Igolkalar, iğnelerge buna degan ruchka bor ekan, tugurdi. Bu shu undan keyin bo'yinni buralmayapman, o'sha kechadan beri burayapman. Bir kundan beri boshladim. Bir boshladim. Ko'z tegmas. Alhamdulillah. Yaxshi. Yaxshi, juda yaxshi. O'zimiz tomoni o'zgarishi bor. Boshqalardan farqi nima deydi? Farqi shu ekanki, men bu yerga kelganda siz bilan muloqot qilganimdan men shu o'yim shunday dedim. Nima bo'lgan vaqtida men shu 4-5 yildan beri men shunday yaqdayda men shunday yurganman, shu oyoq loyda bo'lgan shunday deb aytganimdan keyin siz aytyapsiz meni bunda ichi achishama deyapsiz, to'g'ri achishat deyapman. Qizishama deyapsiz, qizishat deyapman. Ko'p yursangiz mizgaldagan bo'lamoqchilar deyapmiz. Xuddi shunday edim. Shu narsa birdan men sizga nima? Ishonch bilan birdan men shu bilan sizga boshladim. Hech nima boshamasak bo'lmaydi. Boshqa narsa bilan ishim yo'q. Buning sababini nimaligini bildingizmi? Quvvat tushib ketganda miyadan beryapti. Ikkinchi beldan, miyadan tok keladi. Belga beradi. Bu impulsangiz miyaga boradi-da. Miya bilan bel o'rtasini to'g'rilab qo'ydik. Bu yerda tuz yig'ilib ketgan beldan muammo. Undan tashqari miyangiz noto'g'ri informatsiya qabul qilyapti, belda og'riq kuyishi. O'shani to'g'rilab qo'ydik, bo'ldi. Yaxshi, yaxshi. Haqiqatan o'zgardingizmi? Ancha Xudoga shukr. Xursandman. Kunimdan beri endi men kelaveraman endi. Endi ertaga bozorda birinchi kundan yana davom etaveramiz endi. Ichini tugatib qo'yamiz. Oxirigacha tugatamiz. Siz tabiiy quvvatni uylab tursak yaxshi ketadi. Xudoga shukr. Endi mana ularga nima qilaman? Birinchi o'zingizni inshaalloh. Nima deysiz odamlarga? Endi odamlar imkoni boricha harakat qilish kerak. Shu yerga kelish kerak, ko'rinish kerak issig'ida. Ilgari. Kelishyapti, uyda ham qilib tavsiyalarimizga. Endi uyda qilaman, men sizga bir kelib onamizdan o'tish kerak. Kelib bo'layotgan vaqtda ham aytsa, biriniz lechini ham to'g'ri yozib ham berasiz. Deydi, agar do'lni bo'lsa, do'lni degan. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa barchasi yaxshi bo'lib ketadi. Otda yurib ketadi nasib bo'lsa. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Xudo shifo bersin. Kasal bo'lmaysiz.